kuningizni rejalashtirmasangiz nima bo'ladi? Eshiting. O'zingizlar ham qo'shimcha sifatida aytib ketsanglar bo'ladi. Kunni rejalashtirmasak nima bo'ladi? Agar kunimizni rejalashtirmaydigan bo'lsak, bizda bitta asosiy jiddiy holat bor. Ya'ni vazifalar qolib ketadi. To'g'rimi? Kunni rejalashtirmasak vazifalar qolib ketadi. Vazifalar muhim vazifalar bor, to'g'rimi? Muhim emas vazifalar bor. Qanaqadir shoshilinch vazifalar bor. Agar hayotingizda mana shunaqa muhim va shoshilinch vazifalarni keyinga surib yuraversangiz, hayotingiz nima bo'ladi keyinchalik? Yaxshi bo'lmaydi, to'g'rimi? Qanaqadir zararli tomonlari bo'ladi. Ya'ni siz rivojlanmaysiz. Daromad tomonlama rivojlanmaysiz. O'zingizni shaxsiy karyera sifatida rivojlanmaysiz. Mentalniy o'smaysiz, aqliy qobiliyatlaringiz rivojlanmaydi, to'g'rimi? Ya'ni yo'qotishingiz o'ta katta bo'ladi, vazifalar qoldirib ketsangiz. Nimaga vazifa qoladi? Asosiy masala kuningizni rejalashtirmaganingiz hisobiga vazifa bugun qanaqadir muhim emasdek tuyuladi. Tushuntiradimmi? Lekin aslida muhimligi juda ham katta. Eshitamiz qizlar, gaplashmaymiz. Gaplashmaymiz. Xo'p, keyingi masala. Ikkinchi masala, ya'ni agar kuningizni rejalashtirmasangiz nima bo'ladi? Kuningizni rejalashtirmaydigan bo'lsangiz, boshingizda qilishingiz kerak bo'lgan ishlar bor. Mana masalan, men boshimda deyarli bir 22 ta ish bor ekan. 22 ta ish qilishim kerak ekan. Agar shu qilishim kerak bo'lgan topshiriqlarni, ishlarni boshimda tutib yuradigan bo'lsam, miya bu ishlarga alohida energiya sarflaydi. Tushuntiradimmi? Bitta tadqiqot o'tkazilgan. Bluma Zegarnik degan ayol borganda, bitta restoranga borganda kirgan. Ofitsiantlarni kuzatganda, ofitsiantlar bu stoldan zakaz olar ekanda, keyin bunisiga o'tarkan, bunisidan zakaz olar ekan, keyin narigi stolga o'tib, keyin bunisiga o'tib zakaz olar ekanda, hech qayerga yozmas ekan. Borib, hamma stolga aytilgan narsasini olib kelib berar ekan. Bluma Zegarnik hayron qoldi. Qanaqasiga bu ofitsiantlar xotirasi kuchlimi shunaqa darajada deb o'ylabdi. Ko'p narsa aytadi, to'g'rimi? Ya'ni ofitsiantlar bitta qoldirmasdan hammasini eslab qolib turib olib kelib berar ekan. Shu darajada xotirasi kuchlimi deb turib hayron qoldi. Buni tekshirishga qaror qildi. Keyin olib kelib bergandan keyin ofitsiantlardan so'rabdi. Ya'ni bu stolga nima olib kelding, bu stolga nima olib kelding desa, ofitsiantlar esida bo'lmas ekan. Lekin olib kelmasdan oldin nima olib kelish kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi esda qolar ekan, esda bo'lar ekan. Va tekshirib bo'lgandan keyin bu holatda biz miyamizda qanaqadir bitmagan, tugallanmagan ishlar bizni miyamizda aylanib yurishini isbotlagan. Ya'ni siz qilishingiz kerak bo'lgan ishlar bor, vazifalar bor, yoki kiyim olishingiz kerak, kimgadir nimadir berishingiz kerak, nimadirni o'qishingiz kerak, yodlashingiz kerak. Boshingizda mana shu ishlarni tugallanmagan va bitmagan ishlar. Boshingizda tutib yuradigan bo'lsangiz, u sizni energiyangizni yeb boradi. Yeb yuraveradi. U xuddiki mayda chivinlarga o'xshaydi, polностью badaningizga yopishib oladi, bilintirmasdan qoningizni so'rib beradi. Tushuntiradimmi? Ya'ni siz nimadir yodlashga harakat qilgan paytingizda, mana kitobni ochdingiz, yodlayotgan paytingizda o'sha fikrlar sizning miyangizda turadi. Ham o'sha kerak emas ortiqcha fikrlarga chalg'iysiz, ham bu yerda kitob o'qishga harakat qilasiz. Ko'pincha kitob o'qiyotgan paytingizda xayolingiz kitobga kelmaydi. Ya'ni o'sha boshingizda fikrlar aylanib yuradi. Tushuntiradimmi? Va diqqatingizni bir joyga yig'ish qiyin bo'ladi. Birinchi masala, ikkinchi masala, ham xayolingizdagi fikrga e'tiboringiz ketadi, diqqatingiz ketadi. Ham bu yerga diqqatingizni, e'tiboringizni sarflashga harakat qilasiz. Va natijada miya bitta ishga emas, 3 ta 4 ta ishga energiyasini sarflashini hisobiga energiya birdaniga ko'p ketadi miyani o'zida. Bitta holatni sizlarga tushuntiraman. Miya, xo'p, keraksiz ortiqcha fikrlarga, endi fikrlar, o'y-xayollarga demoqchiman, fikrlarga 40% energiyasini sarflab yuboradi. Bu juda ham qo'rqinchli holat. Yana bir marta aytaman. Miya kerak emas ortiqcha fikrlarga 40% energiyasini sarflab yuboradi. Shuni hisobga siz nimadir bajarayotgan paytingizda tez uyqungiz kelib qoladi. Tez charchab qolasiz. Tushuntiradimmi? Ya'ni nimadir o'ylab yurish kerak emas, hozir tushuntiraman. O'ylab yurish kerak emas. Ya'ni
qarang. Kerak emas ortiqcha befoyda fikrlar. Mana kimgadir nimadir berish kerak, kimdandir nimadir olishingiz kerak. Keyinchalik kelajagingizda nimadir qilishingiz kerak. To'g'rimi? Yana qanaqadir ishlaringiz bor, planlaringiz bor. Shular haqida agar miyangizda o'ylab yuradigan bo'lsangiz, miyangizni band qilib o'tiradigan bo'lsangiz, shular haqida fikrlab yuradigan bo'lsa, miya 40% energiyasini shunchaki o'sha kerak emas ishlar uchun sarflab yuboradi. Tushuntiryapman? Va siz o'zingizdan-o'zingiz tez charchaydigan bo'lib qolasiz. Lanchlashib qolasiz. Charchoq nima? Charchoq shunaqa narsaki, tak. Insonda charchoq bo'lsa, energiya tugadi degani. Tushunyapsizlar? Ya'ni charchoq nimaga bo'ladi? Charchoq energiya tugagani hisobiga bo'ladi. 40% energiya qayerga ketyapti bizda? 40% energiya kerak emas ortiqcha fikrlarga ketyapti. Umuman kerak emas ortiqcha fikrlarga ketyapti-da. Shuni hisobiga sizda charchoq bo'ladi. Sizda charchoq bo'ladi. Bu charchoq esa sizga nima olib kelib beradi? Eshiting. Xo'p. Erinchoqlik, dangasalik. Va yana bittasi bor, bu prokrastinatsiya, ya'ni muhim ishlarni keyinga surib yurish. Bu dangasalik bitta turi. Nimadir ishlaringiz borda, bugun qilgingiz kelmayapti. Juda charchagansizda. Siz boshlayman deysizda, yakshanba kun qilaman deysiz. Yakshanba kundanmi-ku deymiz, to'g'rimi? Dushanbadan boshlayman deymiz. Xuddiki xayollarda dushanba kungi o'zingizlar yoki yangi oydagi o'zingizlar o'zingizga kuchliydek tuyulasizlar. Aslida bu illyuziya. Hech qanaqa yakshanba kun siz o'zingizdan o'zingiz kuchayib qolmaysiz. Hech qanaqasiga siz dushanba kuni o'zingizdan o'zingiz juda ham kuchli inson bo'lib ketmaysiz, motivatsiyangiz ham oshib ketmaydi. Bu shunchaki illyuziya. Tushuntiryapman? Ya'ni bu charchoq bo'lgan hisobiga miyada sizda erinchoqlik bo'ladi, dangasalik bo'ladi. Dangasalik, erinchoqlikning asosiy sabablari shu charchoq bo'lar ekan. Eng asosiy sabablardan bittasi bu charchoq, tez charchash. Tushuntiryapman? Miyada nimadir bajarmoqchi bo'lsangiz, miyangiz bir kerak emas befoyda narsalar o'ylab o'tiraveradi-da, vaqtingizni просто tak o'tkazib yuborasiz. Xo'p, nima qilasiz? Ishlamaymizmi o'sha charchoq bo'lgan paytda deyishingiz mumkin? Yo'q, ishlaysiz. Shunchaki sizda dars qilinmaydi-da, telefon chuqlanadi. Ya'ni 2 soat vaqtingiz bo'lsa, masalan, 2 soat bo'sh vaqtim bo'lsa, darsimni qilib qo'yaman deymiz, to'g'rimi? Lekin ko'pincha darslarni qila olmaymiz. Nega dars qilmadinglar deb so'rasam, ko'pincha o'quvchilardan vaqtim bo'lmadi deydi. Aslida vaqt bor. Vaqt bilan muammo yo'q. Asosiy muammo shundaki, energiya yo'qligida. Asosiy muammo kayfiyat yo'qligida. Charchagan odamning na kayfiyati bo'ladi, na energiyasi bo'ladi. Hech narsa ish qilgisi kelmaydi. Ya'ni hech narsa ish qilgisi kelmaydi deganda agar konkretno o'ylaydigan bo'lsak, faqatgina dars qilgisi kelmaydi xolos. Lekin uni telefon chuqlagisi keladi. Tushuntiryapmi? Sizda ham bo'ladi. Menda ham bo'ladi. Men ham odamman. Shunaqa bo'ladi. Ya'ni bizni qiladigan ishimiz, hozir tushuntiraman. Dangasalik bilan erinchoqlikni butunlay yo'q qilib bo'lmaydi. Hech qanaqasiga charchoqni ham butunlay yo'q qilib bo'lmaydi. Lekin asosiy narsa bor. Nazorat qilsa bo'ladi bu narsani. Tushuntira Ya'ni men qanday qilib dangasaligimni, erinchoqligimni, charchoq holatimni nazorat qilsam bo'ladi. Tushuntira Agar nazorat qiladigan bo'lsam, meni charchoq ham bo'lmaydi, erinchoqlik ham bo'lmaydi, dangasalik ham bo'lmaydi. Tushuntira Faqat bu narsalarni nazoratga olish kerak. Ya'ni siz nimani hisobiga charchaysiz, nimani hisobiga erinchoqlik bo'ladi, nimani hisobiga dangasalik qilasiz, nimani hisobiga ishlarni keyinga surib olasiz. Shu narsalarni bilamiz, o'rganamizda va bu narsalar bilan qanday qilib kurashishni o'rganamiz. Tushuntiryapman? Mana shu narsa nazorat deyiladi. Ya'ni butunlay siz o'zingizni hayotingizni nazoratga olishingiz kerak bo'ladi. Tushuntiryaptimi? Xo'p, zo'r, yaxshi. Xo'p, kimda nima savol bor bu bo'yicha mana? Endi keraksiz ortiqcha fikrlarni endi nima qilamiz? Biz kerak emas ortiqcha fikrlarni miyamizdan bo'shatishni o'rganadigan bo'lsak, agar kerak emas ortiqcha fikrlarni miyamizdan bo'shatishni o'rganadigan bo'lsak, mana 40% energiya befoyda sarflanmaydi. Bu sizni zapasingizda turadi. Endi bu 40% energiyani siz
ishlarni bajarishga ishlatsangiz bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Endi mana bu charchoq degan narsa sizda yo'qoladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni agar tasavvur qiling, energiyangiz bor. Energiyangiz zo'r, kuchli. Tamam. Yetyapti. Zo'r. Agar energiya kuchli bo'lsa, haligi energiyani keyin sizda bo'ladi, nima bo'ladi? Bajarishga sarflashni boshlaysiz, ishlarni qilishga sarflaysiz. Nimadir kitobni yodlashga sarflaysiz. Tushuntira oldimmi? O'sha energiyani faqat nazoratga olishni o'rganamiz. Xo'p, kerak emas ortiqcha fikrlarni yo'qotishni o'rganishimiz kerak. Men yo'qotishni o'rganishimiz uchun sizlarga nima berdim hozir? Qarmoqlar usulini, ya'ni miyani tozalashni o'rgatdim. To'g'rimi? Agar miyangizni tozalashni bilmasangiz, mana men sizlarga aytyapman, yana bir marta aytyapman. Qog'ozdagi o'sha yozilgan topshiriqlar ro'yxati bor, bitilmagan ishlar bor, yana qanaqadir kiyimlar olishingiz kerak, nimadir yeyishingiz kerak, ovqat qilishingiz kerak, uyga borib, nimadir darsingiz bor. Shu narsalarni yozib, miyangizni tozalab tashlashingiz kerak. Tozalanadigan bo'lsa, sizda energiya befoyda ketmaydi. Energiya turadi, boshingiz ichida turadi va u narsani siz bajarishga, ishlarni bajarishga ishlatsangiz bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Nimaga ishlatsak bo'lar ekan? Ishlarni bajarishga ishlatishni o'rganishimiz kerak. Tushuntira oldimmi? Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi bu narsa. Kerak emas ortiqcha fikrlarni qanday tozalaymiz ekan? Yozamiz ekan. Daftarda olamizda, miyani tozalash deymizda. Berib oling-chi, ham bering-chi. Anaqangiz, mana. Buni ham. Xo'p, qani berib turing, siz daftaringizni berib turing. Daftaringiz. Xo'p, hozir men sizlarga bitta namuna sifatida ko'rsataman. Taxminan mana shunaqa anaqa bo'ladi, ya'ni ro'yxat bo'ladi. Bu ro'yxat shunaqaki, boshingizdagi mixlarni sug'urasiz. Ya'ni boshingizga shunaqa energiya yeydigan mixlar o'tirib olgan bo'ladi. Shu narsalarni sug'urish bilan ishlaysiz. Bitta o'qiysiz. Misol uchun, xaridlar. Nimani xarid qilishingiz kerak edi? Nimani xarid qilishingiz kerak edi va o'sha narsani boshingizda tutib yuribsiz. Tushuntira oldimmi? U miya uchun kerak emas ortiqcha ish. Uni yozib olsa ham bo'ladi chunki. Tushuntira oldimmi? Xo'p, endi bilim va zegarlik haqida boshida aytib o'tdim. Agar bitmagan va tugallamagan ishlar bizni miyamizda aylanib yurishini tushundik. Agar u narsani qog'ozga yoziladigan bo'lsa, u narsa bizni miyamizda ortiqcha energiyamizni sarflamasligini isbotlab bergan. Tushuntira oldimmi? Qilishimiz kerak. Kim bozorga chiqqanda eslab ko'ringlar. Agar uydagilar bilan chiqqaninglardami, bozorga chiqqaninglarda nimadir olishinglar kerak bo'lsa, yozmagansizlar, prosta bozorga chiqqansizlar. Va o'ylanib yurasizlar nima olishim kerak haqida deb. Agar bozorga chiqqan paytinglarda ro'yxat qilib olsanglar, mana buni olishim kerak, buni olishim kerak, buni olishim kerak, buni olishim kerak. Birinchidan qolib ketmaydi nima olishingiz kerak haqida. Ikkinchidan borgancha va kelgancha hech narsa o'ylamaysiz. Ya'ni bozorga tegishli narsalar haqida o'ylamaysiz. Ya'ni kerak emas fikrlar sizni nima qilmaydi? Bezovta qilmaydi. Ya'ni sizlar kerak emas fikrlar meyli xuddi shunaqa. Birinchidan narsa qolib ketmaydi, ikkinchidan siz o'ylanmaysiz u ishlar haqida. Tushuntiramiz? Siz boshqa ishlar haqida o'ylaysiz. Lekin qog'ozga yozilgan ishlar haqida deyarli o'ylamaysiz. Shunaqa bo'ladi. Ya'ni mana bu qolib ketmadimi, u qolib ketmadimi? U ham energiyangizni befoyda ketish hisoblanadi. Shuni yozib olishimiz kerak, shu. Asos. Nima bo'ladi? O'ylanib yurasiz, Borasiz, xo'p. Mana qaranglar. Asiya opa hozir miyani tozalash bilan ishlagan. Deyarli bitta, ikkita, uchta, to'rtvaroq, ya'ni miyasini tozalash uchun to'rtvaroq narsalarni yozgan. Tushunyapsizmi? To'rtvaroq narsa bu boshi ichida bo'ladi ko'pincha. Tushunyapsizmi? To'rtvaroqli narsada ichida deylik bir 50 ta bo'lar, может 60 ta, может 100 ta ishlar bordir. Agar shu 100 ta ishni miyamizda tutib yuradigan bo'lsak, biz qanaqasiga
energiyamizni tejashni o'rganamiz. Tushuntirolmi? Bu energiya sizni miyangizda sekin band qilib turaveradi. Qarang, qilishim kerak bo'lgan ishlarni men o'ylamayman-ku deyishingiz mumkin. To'g'ri, o'ylamaysiz. Lekin u sizni miyangizda turadi, qaysi joyini band qilib turadi. Tushunyapsizmi? Joyini band qilib turadi. Qayerdan bilasiz joyini band qilib turishini deydigan bo'lsangiz, hozir men sizlarga bitta anaqa misol keltiraman. Qarang. Yo'lda ketyapsiz yoki tunda uxlashga yotdingiz. Uxlashga yotganingizda haligi energiyangizni endi uyqum kelib turgan paytda shunday yotasizlarda miyalarning tubidan qanaqadir fikr otilib chiqadi. Mana buni qilishing kerak edi-yu deydi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni miya u narsani saqlab bo'lgan. U uchun ham qanaqadir joy ajratib qo'yganda o'sha joyga esdan chiqib ketmasligi uchun energiyasini sarflab turadi. Keyin kechga tomonga yoki nimadir ish qilish paytida shuni eslatib, tok uyqu kelmay o'tiraveramiz. Shunaqa bo'ladi. Shuning uchun bu amaliyotni bajarish kerak, bu juda ham muhim. Tushuntiraman? Siz energiyangizni befoyda ketkazishni oldini olib qo'yasiz va energiyangizni tejashni o'rganasiz. Energiyangizni tejashni o'rgansangiz, haligi energiyangizni ishlarni bajarishga sarflashni boshlaysiz. Bu juda ham zo'r amaliyot. Faqat bajarish kerak. Miyangiz faqatgina keyin yodlagan narsalaringizni takrorlashga sarflaydi. Tushunyapsizmi? Siz o'zingiz o'sha narsalarni qandaydir xayolingizga keladi, takrorlab o'tirasiz. Yoki g'oyalar haqida o'ylaysiz. Yoki tafakkur qilasiz foydali narsalar haqida. Tushunyapsizmi? Yoki o'zingizda qanaqadir savollaringiz bo'ladi, o'sha savollaringizga javob topish haqida o'ylaysiz. Tushuntiradimi? Ya'ni befoyda narsalar haqida o'ylamaysiz demoqchiman. Tushuntiradimi? Mana shu masala. Mana shu masala. Xo'p, hamma tushundi. Yozib yurish foydasini tushundinglarmi, qizlar? Sizlarchi? Tushundinglarmi foydasini? Ha, ana eng zo'r to'g'ri. Eng zo'r to'g'ri. Ha, ana shuna bo'lish kerak. Ana. Biladi. To'g'ri. To'g'ri biladi. Ha, bosh og'riydi? Ish bo'lsa. Ben oyun oyla, adamlar birisi var, onu oyla, ne bileyim oyluysan deydi. Oylamadiydi. Xo'p, shunaqa. Ya'ni nimaga bosh og'riydi? Asosiy masala, ya'ni o'sha kerak emas ortiqcha fikrlar o'tda sizni miyangizga egallab oladi. Ya'ni siz bu narsani miyangizga o'rgatib qo'ysangiz tamom. Meni miyam shunaqa o'zim shakllantirganman. Ya'ni bu amaliyotlarni bajarib shakllantirganman. Meni miyam kerak emas ortiqcha fikrlar haqida o'ylamaydi. Shu narsaga o'rgatilgan. O'ylamaslikda iloji yo'q. O'ylanmaslikda iloji yo'q, lekin kerak narsa haqida o'ylanadi. Tushundingizmi? Tarbiyalash deb yo'q. Tarbiyalab qo'ysak, namcha bular deb bo'lsa kerak. Shunaqa. Bularga boshqa hali ancha borsa kerak. Ustoz o'rgatib turgan shu narsalarni, mana shu anaqalarni yodlab qolishlarni so'zlarni. O'sha ustozim anaqa ikkita soatda qo'ygan edilar-da. Tushunmagan. Keyin e'tibor so'ramoqchi bo'lsam so'rayman. So'radingiz? Qizlar buni endi biz universitetda qizlar-da, u ham so'ramagan. Ama so'raganman. Anaqa qizlar mana shunaqa deyishyapti, lekin men ahamiyat bermaganman o'sha narsaga. Qizlar aytgan ekan, ahamiyat berganman. O'zimga haqiqatda kerak emas narsaga unaqa ahamiyat bermayman. Kiyinishi, boshqasi. Mani o'zim uslubim bormi? Bo'lmaydi, boshqani anaqasi qizig'i yo'q-da. Havas ham qilmayman. O'sha narsaga keyin ahamiyat berib qarasam haqiqatda shunaqa. Axir baribir ichim turmaydi-da. So'ragan, aytganman. Shunaqa qizlar mana shunaqa deyishyapti, ahamiyat bermasdi hecham. Nimaga mana shunaqa taqib olasiz degan. Keyinchi? Keyin aytganlar. Bittasi soat, bittasi imенно mana shu bir kunlik energiyani sarflash to'g'risidagi nima ekan, soatga o'xshagan narsa ekan. Zo'r. Voy, mashalloh, dedi shunchalik odam o'zini yaxshi ko'radi. Albatta. Bir narsa gapirsak, men mana shu narsaga ortiqcha energiyani sarflashni xohlamayman dedi. Ana. Voy, mashalloh deganman. Ana
o'shanda aytgan u gaplari bilan solishda ham shu soatlarga kelyapti bu narsada ham miyada shu narsani ortiqcha narsani o'ylashni xohlaydi ham o'zlari uchun o'sha narsani qo'llab olganlar shu qo'llariga tashlab olganlar o'zi qancha energiya sarflayotganlarni nazorat qilib yuryaptilar zo'r. ana ortiqcha yuraverib ketishdi boshqa ay mashalloh odam o'zini shunchalik yaxshi ko'radimi Shunday. Xo'p. o'shanda rosa qo'yib ketgan shu ustozimdan ko'p narsa o'rganganman-da o'sha bir sababchi ustozim bo'lganda Zo'r. o'zi aytdilar kelganimda man shu aytaman shunaqa darajada yaxshi ko'rish kerak ekan inson o'zini deb anaqa qilaman ham yaxshi ancha yosh bo'lsa ham ancha yutuqlarga erishgan Zo'r. Kim? Xotiramni nazorat qilganman. Masalan, savolni aniq bersanglar, aniq javob beraman. Keraksiz narsalarni olib yurmayman. Ha, miyadami? Miyada, demak, meni tushunishim bo'yicha sizning savolingiz miyangizdagi kerak emas ortiqcha fikrlarni o'ylashni qanaqadir nazorat qilgansiz, to'g'rimi? O'ylamaslikni. To'g'ri. Xo'p, yana bir marta aytaman, qaranglar. Mana hozir o'tirib, deyarli miyamda bir 22 ta ish turibdi ekan. Men o'zim sezmaganman. Tushunyapsizlar? Bu meni bir o'ylantirib yurgan. Undan tashqari bajarib yuraman. Topshiriqlar sifatida bajarib yuraman. Va undan tashqari yana bor ekan. Tushundingizmi? Bor, sekin chiqib keladi u narsalar. Qidirdim, qanaqadir nima deydi? O'zi his qilinadi u narsalar. Masalan, o'tiribmanda nimadir fikrimni o'zi bo'lyapti. Nimadir shunda kelib ketyapti. Sezaman, men xayolim bo'linganini sezaman, e'tiborim qayergadir qochganini sezaman. Shu paytda qarasam, kerak emas ortiqcha fikrlar bunday sezilyapti menga. O'tirdimda hozir amaliyot sifatida 22 ta ish yozdim. Qarasam 22 ta chiqdi. Tushundingizmi? Yo'q degan paytda yana 22 ta ish tiqilib keldi. Yana bitta holat, men misol uchun qayergadir pul berishim kerak edi. Dekabr oyiga pul berishim kerak edi, aytib qo'yganman. Keyin yozib qo'yganman uni. Ajab, alohida yozib qo'yganman. Yozib qo'yishimga qaramasdan yana o'sha fikr keldi. Keyin o'yladim, nega u fikr kelyapti? Keyin tushunsam, sanasini yozmagan ekanman. Tushuntira oldimmi? Ya'ni dekabrga yozilgan, lekin qaysi sanaga yozilmagan. Keyin yozib qo'ydim 26-dekabrga masjidga pul berishim kerak. Tamom. Bo'ldi, u fikr yana chiqib ketdi. Tamom. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bu yerda tugallanmagan va bitmagan ishlar, yana bir marta aytaman, biz miyamizda aylanib yuradi. Agar siz amaliyot sifatida kerak emas ortiqcha fikrlarni doimiy ravishda miyangizni tozalashga shug'ullantirib yuradigan bo'lsangiz, miyangizni shug'ullantirishingiz kerak-da, xullas. Trenirovka qilib yurishingiz kerak. Miyangiz kerak emas narsalar haqida o'ylamay qo'yadi. Faqat shug'ullantirsangiz, sizda ko'nikma shakllanadi bitta. Demak, miya qarangda, bitta agar mantig'ini tushunadigan bo'lsanglar, kerak emas ortiqcha fikrlardan miyangizni tozalab yuribsiz. Miyada ko'nikma shakllanadi, kerak emas ortiqcha fikrlarni tozalash bo'yicha. Va ular haqida o'ylamaslikni o'rganasiz. Miyangizni o'rgatyapsiz-da, xullas. Tushuntira oldimmi? Agar miyangizni o'rgatmasangiz, miya kerak emas ortiqcha fikrlarni qayerdan bilsin? Tushuntira oldimmi? Bu narsani siz o'zingiz ongli ravishda bajarasiz amaliyot sifatida. Har kuni bajarasiz. Boshiga 15-20 minut qilasiz, keyinchalik 5 minutdan sizga deyarli yetadi. Qizlar, nima bo'lyapti sizlarga? Bo'ladi. Mana amaliyot. Hozir men sizlarga tushuntiraman. Xo'p, eshitamiz qizlar. Sizlar nimani gaplashyapsiz? Tushunmayapman sizlarga. Agar diqqatingizda muammo bo'lsa, ishlanglar. Ahvolinglar og'ir. Tektinglar. Eshitamiz. Bajaruvchi va o'ylovchi tizim haqida men sizlarga tushuntirib beraman.
Mana gaplashyapsizlar. Sabina. Mana bu narsani siz mashq daftarga yozib olish kerakmi? Sizlarga deyarli tushuntirganman uni. Animi? Mana orqasiga hayotingda rejalashtirish, Bo'ldi. Menga nimadir gap aytmoqchi bo'lsanglar, iloji boricha qisqa, lo'nda, aniqroq gapiringlar. Tushuntira olmayman, bo'lmasa dars cho'zilib ketadi. Xo'p. Bo'ldimi? Nozikmi? Endi men sizlarga tushuntirib beraman. Qaranglar, bizda fikrlashni ikkita tizimi bor. Birinchi tizim bajaruvchi tizim. Qanaqa bo'ladi bajaruvchi tizim? Ya'ni nimadir ishlar bo'ladigan bo'lsa, u bajaradi. Tushuntirib olmayman? Bajaruvchi. Bajaruvchi tizimimiz faqat bajarishingiz kerak bo'lgan ishlarni bajaradi. O'ylovchi tizim esa o'ylashingiz kerak bo'lgan ishlarni o'ylaydi. Tushuntirib olmayman? Nimadir ish qilishingiz kerak. Qilishdan oldin siz o'ylaysiz, to'g'rimi? Mana qilishim kerak, mana qilishim kerak. Planlashtirasiz yoki. Tushuntirib olmayman? Bu o'ylovchi tizim hisoblanadi. Xo'p, ikkinchisi. Endi bu bajaruvchi tizim va o'ylovchi tizim borligi haqida kim isbotlagan? Daniel Kahneman. Ya'ni bu inson Nobel mukofotini olgan inson. Ya'ni bizni miyamizda o'ylovchi va bajaruvchi tizim borligini ya'ni oddiy modellashtiradigan bo'lsak, obrazlashtiradigan bo'lsak, bizni miyamizda ikkita shaxs bor deydi. Bittasi bajaradi deydi, bittasi o'ylaydi deydi. O'ylovchi tizim qanaqa? O'ylovchi tizim sizni o'zingiz. Nima yaxshi, nima yomon? Nima qilish kerak, qachon qilish kerak? Tushunyapsizmi? Vazifalarni qilish kerakmi, yo'qmi? Masalan, nima to'g'ri, nima noto'g'ri? Shular haqida o'ylaysiz. Bu o'ylovchi tizim hisoblanadi. Tushuntira olmayman? O'ylovchi tizim bajaruvchi tizim. Qarang, bajaruvchi tizim tez tizim. O'ylovchi tizim sekin tizim. Sekin ishlaydigan tizim. Qaranglar. Tez tizim qanaqa? Tez tizim degani nimadir bajarib qo'yadi, keyin o'ylaydi. Keyin o'ylab o'tiradi. Ya'ni tez tizim kam energiya sarflagan hisobiga nimadir bajarib yuboradi, keyin afsuslanib o'tiradi. Tushuntira olmayman? Ya'ni masalan o'tiribsizda o'ylashga tiyilib dars qilaymi ekan, telefon chuqlaymi ekan. Misol uchun shunaqa o'ylayapsizda, telefonga kirib ketasiz. Tez qaror qabul qilasiz, to'g'rimi? Tez tizimingiz shu yerda ishlaydi. Tez qaror qabul qilasiz. Telefon chuqlab o'tirasizda, keyin 1 soat vaqtingiz o'tkazib yuborganingizdan keyin o'ylaysiz. Ay, 1 soat vaqtim o'tib ketdi, undan ko'ra mana buni qilib qo'ysam bo'lardi-yu deymiz, to'g'rimi? U sekin tizim. U keyin ishlaydi. Kech ishlaydi yoki ko'p energiya sarflaydi sekin tizim. Ko'pincha uyqumiz kelib qolishini sababi, uxlab qolishimiz sababi yoki yotib olishimiz sababi yoki energiyamiz tugab qolishining sababi mana bu sekin tizimni ko'p ishlatgan bo'lamiz. Tushuntira olmayman? Yoki sekin tizimni ishlatmagan inson bo'lamiz. Ya'ni ishlatmay yuradigan bo'lsangiz, bu sekin tizimingiz sekin-sekin sizni dangasalga olib keladi. Ya'ni sizga kitob o'qish yoqmaydi, darsda o'tirish yoqmay qoladi, nimadir yodlash yoqmay qoladi. Tushuntira olmayman? O'ta dangasalik holatiga kelib qolasiz. Sizga deyarli o'sish, rivojlanish yoqmaydi. Lekin shu narsani xohlaysiz. Lekin xohish boshqa narsa. Rivojlanishingiz uchun, muammolaringizni yo'q qilish uchun qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni qilishni xohlamaysiz. Tushuntira olmayman? Mana ingliz tilini o'rganishni xohlaysiz, lekin ingliz tilini o'rganishingiz uchun qiladigan ishlarni yoqtirmaysiz. Tushuntira olmayman? Chunki uni bajarish kerak, o'ylash kerak, yodlash kerak, aqliy energiya sarflash kerak. O'sha narsa aynan sekin tizim hisoblanadi. Tez tizim esa shu bajaradi, faqat bajaradi. Men dars qilishim kerak bo'ladigan bo'lsa, agar dars menga qanaqadir qiyinroq, ko'p vaqt talab qiladigan bo'lsa, haligi energiyamni o'ta ko'p sarflashimni o'ylab oladigan bo'lsam, men shu yerda tez qaror qilaman, telefon chuqlayman deyman. Yoki YouTube kirib ketaman, yoki Instagram kirib ketaman. Tushuntira olmayman? Bu narsani borligini bildik, endi bu narsani biz yana nazorat qilishni o'rganamiz. Tushuntira olmayman? Xo'p, endi sizlardagi asosiy masalani ko'rib chiqamiz. Nimaga ishlar qolib ketadi? Tushuntira olmayman? Yana bir marta aytaman, ishlarimiz nazoratsiz qolib ketadi. Qaranglar. Asosiy savol. Nimaga
ishlarga vaqt ajratish xohlamaymiz yoki ajratmaymiz. Qani o'zinglar mustaqil shaxsiy fikringlar yoki nima uchun qolib ketadi? Masalan, nimadir ishni qilgimiz kelmaydi. Chunki ko'zimizda ko'pda ko'rsatiladi. Aha, ko'pdek ko'rinadi. Zo'r. Yana nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun ishinglar qolib ketadi? Nimaga vazifalar qolib ketadi? Nimaga vazifalarga vaqt ajratgimiz kelmaydi? Qiyindek tuyuladi, to'g'rimi? Xo'p, asosiy masala nima ekan? Qiyindek tuyuladi, to'g'rimi? Qiyin tuyuladi. Yana nimaga? Xo'p, qiyin tuyuladi va ko'pdek tuyuladi. Ko'p tuyuladi. Ko'p tuyuladi. Yana nimaga qolib ketadi? Yana nima deb o'ylaysan? Nimaga qolib ketadi? Aytinglar, mustaqil shaxsiy fikringlarni aytinglar. Nimaga vazifalarni qilish xohlamaysiz, vaqt ajratish xohlamaysiz yoki qolib ketadi? Ha? Ko'p deb o'ylaydi. Xo'p, yozdi, ko'p tuyuladi, yozdik. Yana yoqmaydi. Zo'r anaqa. Zo'r e'tiroz. Xo'p, zo'r. Yoqmaydi, to'g'rimi? Ishlar yoqmaydi. Xo'p, zo'r. Yana nima? Xo'p, dangasalik bo'lgan hisobga, erinchoqlik bo'lgan hisobga. Dangasalik va nima ekan? Erinchoqlik. Erinchoqlik. Yana nimaga qolib ketadi? Aytinglar, nimaga ishlaringiz qolib ketadi aslida? Asiya opa. Nimaga ishlar qolib ketadi? Qila olmayman deb o'ylash. Qila olmayman deb o'ylaysiz. Bu nima endi qila olmayman degan? Xo'p. Lekin bitta kirishib bo'lsa, ozgina masalan Google'dan tarjimalardan foydalansa qilsa bo'ladi. O'shani qilolmayman, osongina qilib qo'yadi. Qila olmayman deb o'ylaysiz. Xo'p. Yana nima? Yana nimaga qolib ketadi? Vaqt yetmaydi deb o'ylaysiz. Xo'p. Vaqt yo'q deydi, lekin aynan shu paytda vaqt bitmaydi deb qoladi. Ha, vaqt yo'q. Aynan o'sha paytda. Bo'pti. Ko'p vaqt oladi. Xo'p, vaqt yo'q-da, to'g'rimi? Vaqt yo'q. Keyin har bittasi men sizlarga razbor qilib beraman. Mana shu aytgan hammasini men sizlarga bitta urib beraman, sindirib beraman hozir. Kim bahona qiladi keyin sizlarni? Bahonaga gapirishga nima qoladi sizlarni? O'ylashingni qoladi, bu o'ylashingni qasd Hozir tushuntiraman. Qaranglar, sizlar noto'g'ri o'ylaganinglar uchun ishinglar qolib ketadi. Shu narsani men sizlarga isbotlab beraman. Menda ko'pinchalik mana shu narsani bittasi qolib ketdi, ko'pinchalik uyni yig'ishtirsa, men masalan uyda detskisi bor, bolalar, kichkina bolalari bor odam, yana do'st tashlaydi, o'shani yana qilgisi kelmaydi. Qilgisi kelmaydi. Qilishni xohlamaysizmi? Yo'q, xohlamayman. Xohish yo'q. Zo'r. yana qilganlar Xo'p, xohish yo'q. Tak. Diqqat qilasizlar, o'ta chuqur va juda muhim mavzu. Chunki bu sizlarni hayotinglarni o'zgartirib yuboradi. Yaxshilab eshitib, diqqat qilib tushunadigan bo'lsanglar. Oldiga qaraymiz. Hamma tayyor, ketdi. Xo'p, nimaga ishlarga vaqt ajratmaymiz? Birinchi masala va nima uchun qolib ketadi? Qilishimiz kerak bo'lgan ishlar qolib ketadi. Qaranglar. Nima qilishinglarni bilasizlar, to'g'rimi? Nima qilishni bilamiz. Nima qilishni bilamiz. Bilib turibsizlar nima qilishni. Xo'p, lekin qilmaysizlar, qoldirib qo'yasizlar, to'g'rimi? Hammada bormi shu muammo? Nima qilish bilasizlar, lekin qilishga kelganda qiyinlik kelmaydi, qoldirib qo'yasizlar. Keyin asosiy keyinga qoldirasizlar. Keyin asosiy muammoni tushuntiraman.
Qaranglar. Keyinroqlarman dedi. Eshitamiz endi. Endi eshitamiz. Mana shu joyda muammo bo'ladi. Eshitamiz. Diqqat qilamiz. Yozmay turamiz. Bajarishga kelganda biz bajarish o'rniga o'ylab o'tiramiz. Tushundinglarmi? Qaranglar, diqqat qilinglar. Yana bir marta takrorlayman. Eshitamiz. Dars qilmoqsizlar. Dars qilishni xohlab kelasizlar, to'g'rimi? Ish qilishni xohlab kelasizlar o'sha joyga. Kelasizlarda endi qilmoqchi bo'lsak, ishni qoldirib qo'yamiz. Sababi qilishni o'rniga, ya'ni bajarishni o'rniga biz o'ylab o'tiramiz. Nechi bet? Qancha vaqt? Nimalar qilishim kerak? Ko'proq vaqtim ketadi-ku. Hozir to'xtab tur, ana u ishim ham bor-ku. Uni ham qilishim kerak edi-ku. Avval uni qilsamchi ikkilanish bo'ladi. Keyin buni qilsam ham bo'ladi-ku. To'xtab, hozir menda ozgina vaqtim muammoda. Birinchi o'shani qilay, keyin buni qilaman. Tushunyapsizlar? Yana bir marta aytaman, qaranglar. Biz bajarishni o'rniga o'ylab o'tiramiz. Tushuntirolmi? Bajarish o'rniga nimadir ishni oldingizga qo'ysanglar, borib shunday qilish o'rniga borasizlar, qilish o'rniga o'ylab o'tirasizlar va shuni hisobiga sizlarda ishlar qolib ketadi. Ishlar qolib ketadi, ya'ni mana asosiy narsa. Nima uchun qolib ketar ekan? Bajarish o'rniga o'ylab o'tiramiz. Tushundinglarmi? Yaxshilab tushuninglar. Yana bir marta takrorlayman. Keldingiz, kitobingiz turibdi, o'qishingiz kerak yoki nimadir qilishingiz kerak. Ochdingizda, ana keldingiz, o'tirdingiz, boshlashga harakat qilmoqchisiz. Keldingiz, o'tirdingiz, endi boshlamoqchisiz, lekin boshlash o'rniga o'ylab o'tirasiz. Muncha ko'p bir. Boshlanadi. Sizlar aytgan yerda turasiz. Voy, qiyin-ku. To'g'rimi? Keyingisi yana nima bo'ladi? Yoqmaydi o'sha. Shu narsani o'ylaganingizdan keyin o'zi yoqmaydi. Voy. Qarasanglar yoqimsiz ish kutib turibdi sizlarni, yoqmaydi, Keyin yana nima bo'ladi? O'sha dangasalik tutadi. Qilgim kelmayapti. O'sha dangasalik. Erinyapsizlar, endi qilishga erinadi. Voy, erinyapsizlar, voy. Xo'p, keyin yana nima bo'ladi? Qila olmayman. Qila olmasam kerak. O'sha boshlanadi fikr. Keyin yana nima bo'ladi? Vaqt yo'q. To'xta, hozir menda vaqt yo'q-ku deysizlar. To'g'rimi? Keyin yana nima bo'ladi? O'zi xohish yo'qolib ketadi. Bo'ldi, keyin tamom, butunlay qolib ketadi shu bilan. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni agar eshitamiz endi. Agar bajarishga kelganda bajarib keta olishi yo'lini o'rgansak, u ish qolib ketmaydi. Tushuntira oldimmi? Yana bir marta aytaman. Bajarishga kelib o'tirib, qanday qilib bajarishni o'rgansak, shu ishni boshlab, tugatib, oxirigacha qilishni o'rganadigan bo'lsak, u ish hech qachon qolib ketmaydi. Lekin biz kelib turib bajarish o'rniga o'ylab o'tiramiz ekan. To'g'rimi? Endi bu narsani qanday qilib to'g'ri ishlatishni o'rganamiz hozir. Bu narsani qanday qilib to'g'ri ishlatishni o'rganamiz. Shu ikkalasini joy-joyida ishlatishni o'rganib olsanglar, va shuni o'ylab bironta ishinglar qolib ketmaydi. Vaqtida qilishni o'rganasizlar. Hech qanaqasiga bahona bo'lmaydi. O'sha bahonalarni joyini ham hammasini ko'rib chiqamiz. Tushuntirolmi? Diqqat qilinglar, bu juda ham muhim. Hamma tayyor. Xo'p, ketdi endi. Ishlarni ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Tak, bo'ldi. Bu tushuntirdim men. Buni o'chiramizda, mana shu yerga yozamiz sizlarga. Dars tushunarli bo'lyaptimi? Bitta o'rnimizdan turib olaylik chiqani. Bitta o'rnimizdan turib olamiz. Davay. Bitta turib olamiz. Ozgina harakat qilib qo'yamiz. Ozgina bu yoqqa. Xo'p. Hamma o'zi keldimi? Kim uxlab qolyapti? Nega uxlab qolyapsiz? Kam uxladingizmi kecha? Necha soat uxladingiz? So'ramay qo'ying. 6 soat. Hop. Bo'ldi, zo'r. Qaranglar. Keyin gaplashamiz bu haqida. Bo'ldi. Iloji boricha darsga keladigan kuninglar, kelish kuninglardan oldingi kun yeb ichishinglar ham, shu uxlash vaqtinglarni ham yaxshilab normal holatga keltiringlar. Chunki sizlar hayotinglarni o'zgartiruvchi darsga kelyapsizlar.
Tushuntira oldimmi? O'zgartiruvchi dars kelyapsan. Bu juda ham muhim. Shuning uchun avval shu uyqularni shu joyiga 8 soatmi bo'ldi, 8 soat uxlab, ertalab choy ichib, obedda choy ichib darsga kelinglar. Tushuntira oldimmi? O'tiramiz, bo'ldi, zo'r. Xo'p. Xo'p. Endi o'tiradiganlar o'tirib olsin. Xo'p, endi qanday qilib o'ylovchi tizimingizni va bajaruvchi tizimingizni to'g'ri ishlatadigan bo'lsangiz, ya'ni nazorat qiladigan bo'lsangiz, nazorat qilishni o'rganadigan bo'lsangiz, sizda mana shu muammoni hammasi yo'qoladi. Qiyin tuyuladi, yo'qoladi, ko'p tuyuladi, u ham yo'qoladi, yoqmaydi, u ham yo'qoladi, dangasalik ham yo'qoladi, erinchoqlik ham yo'qoladi. U yo'qolmaydi o'z aslida. Shunchaki ishni qilish paytida yo'qotib tursangiz bo'ladi. U yo'qolmaydigan narsa. Dangasalik o'zi yaxshi narsa. Nimagaligini aytaman. Xo'p, qila olmayman degan narsa ham yo'qoladi. Vaqt yo'q degan narsa ham yo'qoladi, xohish yo'q degan narsa ham yo'qoladi. Telefonlar bezuk. Bezukmi? Xo'p, bo'ldi. Bu yoqqa qaraymiz endi. Manda sozlanda holat. Masalan, dars qilib o'tirsan, mana bu yerda telefon bo'ladi. Ularga ko'pinchalik ana hozir telefon o'ynab o'tirsan, dars o'qib ketadi deyman. Faqat anaqa darsni qilsam ko'pinchalik telefon ko'rgim keladi. Ya'ni qanaqa bo'lsa bo'ladi. Hozir mana hozir tushuntirgandan keyin o'zingizlar tushunib olasizlar. Bo'ldi, hozir tushuntirdim. Bo'ldi, hamma eshitadi. Xo'p, endi biz qanday qilib o'ylovchi tizimni joyida ishlatishni va bajaruvchi tizimni joy-joyida ishlatishni o'rganadigan bo'lsak, sekin dangasalik mana shu aytgan muammolar ham hammasi yo'qoladi. Telefonlarni yig'ishtiramiz. Tez-tez yozing. Xo'p, endi nima qilishimiz kerak? To'g'ri, aniq, to'g'ri va aniq topshiriq tuzadigan bo'lsanglar, ya'ni mana bu qoidalar bor, o'zini to'g'ri, aniq topshiriq tuzish qoidasi bor. Hop. O'rganadigan bo'lsanglar, sizlarda deyarli o'sha aytilib o'tgan muammolarni sekin-sekin yo'qotasizlar. Hop. Biz nimani o'rganamiz? Topshiriq bajarishdan oldin qanday qilib bajarishni o'ylashni o'rganamiz. Tushuntiryapmanmi? Ya'ni qiladigan ishlaringizni qanday qilib qilishni o'rganasiz. Qilmoqchi bo'lgan ishingizni yana bir marta aytaman, qanday qilib qilishni o'rganasiz. Xo'p, uning uchun nima qilamiz? Demak, to'g'ri topshiriq tuzishni o'rganamiz. Deylik, kitob. Kitob. Keyingisi dars. Xo'p, keyingisi bank. Eshitamiz, Xo'p, nima uchun yana ishlar nimaga yoki ishlarga vaqt ajratmaymiz yoki nima uchun qolib ketadi degan masalani ko'rib chiqyapmiz. Hamma diqqat qilsa, bu juda ham muhim. Xo'p, birinchi o'rinda ya'ni ishlar bizda noaniq bo'ladi. Noaniq tuzilgan bo'ladi. Tushuntiryapmanmi? Nimadir qilmoqchi bo'lsak, ish aniq emas, nima qilishimiz kerakligi aniq emas, qancha vaqt olishini ham aniq bilmaymiz. Bo'ladi, bajarayotgan paytida o'ylanib o'tiramiz. Bo'ladi, yana doim nimadir ish qilmoqchi bo'lsak, biz ishni keyingi qadamlarini o'ylaymiz. Nima degani u keyingi qadamlarni o'ylaymiz? Siz o'tirib kitob o'qishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi qadamingiz nima? Kitobni ochish, mavzusini o'qish va birinchi qatorni o'qish. Birinchi qadamlaringiz taxminan shulardan iborat. Lekin siz nimani o'ylaysiz? 3 varaqni tugataman deb o'ylaysiz. To'g'rimi? Xayolingizda ish ko'pdek tuyuladi sizga. 3 varaqni o'qiyman. Shu noto'g'ri o'ylash sizni ishni boshlamaslikka olib keladi. Tushundinglar-a? Sizlar qanday bir qatorda bosmasdan, kitobni ochmasdan? Niyatni to'g'ri qildik. Xuddi shunaqa. Sizning niyatingiz 3 varaqni o'qish, zo'r niyat, lekin qanaqasiga sizning qadamingiz birinchi qadamdan iborat bo'lmasdan turib, hammasini polniy bitiraman deb o'ylaysizlar. Asosiy muammo shundaki,
qadamni kichkina tashlash kerak. Mayda qadam tashlab turib, kattaroq ishlarni bitirishni o'rganamiz hozir. Tushuntiryapman? Uni qanday qilishni hozir men sizlarga tushuntiraman. Xo'p, deylik. Kitob o'qishingiz kerak. Kitob o'qishim kerak bo'ladigan bo'lsa, men ko'pincha 5 varaq o'qiyman deb turib oldingizga nima qilasiz? Nimanidir o'ylaysiz, to'g'rimi? Misol tariqasida aytyapman. Ha, tushuntiryapman? Kitob o'qiyman, 5 varaq o'qiyman. 1, 2. Qanaqa kitob o'qishni bilmaysiz, lekin kitob o'qiyman deb o'tirasiz. Tushunyapsizmi? Qanaqadir kitob o'qishingiz kerakligini bilib turibsiz, lekin qaysi kitob o'qish kerakligini bilmayapsiz. Ish noaniq. Reja noaniq. Misol tariqasida aytyapman. Va yana noaniqki, siz deylik xuddiki perfeksionizmsiz, ya'ni ishni ideal qilishni, ideal bitirishni xohlaysizda, hozir o'tiraman, 1 soat o'qib tashlayman. O'zi deylik 10 minutga zo'rg'a chidasangiz, toqatingiz 10 minutga yetadi. Qanaqasiga 10 minutga toqat yetadigan odam 1 soat ishni qilmoqchi? Bu noto'g'ri narsa emasmi? O'ylab ko'ring. Noto'g'ri narsa. Aha. Tushundingiz? Endi, ya'ni reja noaniq. Reja aniq emas. Kitob o'qish, vazifa aniq emas, noaniq vazifa. Ya'ni noto'g'ri yoziladiki, noto'g'ri o'ylaysizki, vazifa bajarilmaydi. Tushundingiz? Misol tariqasida yana bitta ko'rib chiqamiz, dars. Hammaga tegishli dars qilishingiz kerakligini bilib turibsiz, lekin bilib turib dars qilmaysiz. To'g'rimi? Nimagaligini tushuntiraman. Yana bu ham asosiy masala, vazifa noto'g'ri bo'ladi, eshitamiz. Vazifa noto'g'ri bo'ladi yoki noto'g'ri o'ylaymiz. Dars qilmoqchi bo'lsak nima qilamiz? 5 ta dars qilaman deb turib, 5 ta narsani oldingizga qo'yasizlar, to'g'rimi? Lekin 5 tanesini ham qilolmaymiz. Bittasini ham qilmaysiz. Yo'q, 5 tasi bu yerda tursin, bittasini ham qilmaysiz. To'g'rimi? Oldingizga 5 ta narsa qo'yganingizdan keyin qanaqasiga qiladi odam? Mana qaranglar, 5 ta narsani qo'ygan odam qanday u 5 ta narsani tugata oladi? Siz qilasiz, mana siz qanday qilib qilishingizni bilasizda, miyangizda bu haqida ma'lumot bor. Bo'ldi, zo'r. Endi jim turinglar. Sizlardan so'ramayapman. Xo'p, eshitamiz. Endi dars eshitamiz. Dars. Ya'ni keldingiz, 5 ta narsa oldingizda turibdi. Qaysi biridan boshlashni bilmaysiz? 1, 2. 5 ta narsani ko'rganingizdan keyin, voy, 5 ta ya deyapsizlar. Tushuntiryapman? 5 ta narsa bor. Boshingizda turadi. Yoki qaysidir darsni ochgan paytingizda qaysini qilish kerakligini bilmaysizlar. Vazifalar noto'g'ri va noaniqlikka ega bo'lgani uchun bizda ishlar qolib ketadi. Ya'ni siz qaysi dars qilishingiz kerak, qaysi betni qilishingiz kerak, qaysi masalani, qaysi topshiriqni, qanaqa berilgan u topshiriq, nimadan iborat topshiriqni bajarishda. Tushunyapsizmi? Aniqlik bo'lmasa, qanchalik noaniqlik bo'lsa, ish shunchalik noma'lum muddatga surilib boraveradi. Aniq bo'lsa, unaqa bo'lmaydi. Qarang, yana bir marta tushuntiraman. Vazifa qanchalik noaniq bo'lsa, u vazifa shunchalik noma'lum muddatga surilib borilaveradi. Tushuntiryapman? Qanchalik nima qilish kerakligini aniq biladigan bo'lsangiz, uni qilish kerakli bo'lgan muddati aniqroq bo'ladi. Tushuntiryapman? Buni men sizlarga tushuntiraman. Hop. Ha? Masalan, hozirgi gapingizlarni namunani hozir tushuntiraman. Papti tushunib ketasizlar. Bank degan ishimiz bor. Keyingi masalaga o'taylik-da. Ya'ni bank degan ishimiz bor. Bankka borib turib nimadir qilishingiz kerak. Bankka borib turib nimadir ishingiz bor. Plastik chiqarish kerakmi yoki yana nimadir ishingiz borda, topshiriq yozayotgan paytingizda ko'pincha bank deb yozib qo'yasiz. To'g'rimi? Bankka borishingiz kerak. Ne ochsangizda bank degan topshiriqingiz turibdi. Tak, bankka borib nima qilaman? Tushunyapsizmi? Noaniqlikka egada. Bankka borib nima qilaman? 1. Ya'ni bankka borib ishni bitirish o'rniga bankka borish haqida o'ylab o'tiribsiz. Tushunyapsizmi? Bizda nima dedim boya? Ya'ni vazifani ko'rgan paytda biz bajara olishimiz kerak. Ya'ni shunday harakatga tushishimiz kerak. Lekin noto'g'ri yozilgan hisobga, o'ylab o'tirganimiz hisobga qolib ketadi ish qolib ketadi. Bank dedingizmi? Bo'ldi, tushunmayapsiz topshirig'ingizga. Tushunmaysiz, o'ylab o'tirasiz. O'ylab o'tirgan paytingizda sizda tanlov bo'ladi. Hozir ochib beraman. Xo'p, ishni qilish
tanlovingiz shunaqa bo'ladi yoki boshqa ishni qilish. Boshqa degani hozir aytaman. Boshqa ish qilish. Ya'ni bu nima degani? Diqqat qilamiz. Juda ham muhim joyga keldik. Kimdir keldimi? Bo'ldi, xo'p. Qaranglar. Bank degan topshirig'ingiz bor. Shu topshiriqni qilaman deb turib keldingiz-da. Eshitamiz. Dars qilaman deb turib keldingiz. Dars qilaman deb turib kelgan paytingizda sizda ikkita tanlov bor. Ishni qilish tanlovi bor. Yoki boshqa ishni qilish tanlovi chiqadi. Ya'ni o'ylanib o'tirganingiz hisob. Ya'ni keldingiz, bankka bor. Tak, nega bankka borishim kerak edi? Yoki men bu darsda qaysini qilsam ekan? Qaysini qilsam ekan deb o'ylanyapsiz-da, hammasi qolib ketadi. To'g'rimi? Nimaga qolib ketadi? Qaysi ishni qilsam ekan deb turib o'ylaysiz-ku. O'ylagan paytingizda miyada mo'poldo tanlov bo'lib qolsa, miya qiyin ishni tashlaydi, oson ishga o'tadi, ya'ni boshqa ishga o'tadi. Tushuntira oldimmi? Qaranglar, nima demoqchiman? Hop. O'ylashga majbur qiladigan ishlar, hop, o'ylashga majbur qiladigan ishlar doim qiyin tuyuladi. Qaranglar. Bo'ldimi? Shuni yozib olinglar-da. O'ylashga majbur qiladigan ishlar doim qiyin tuyuladi. Bu nima degani? Bo'ldimi, yozdikmi? Xo'p. Boshladik. Yana maydalashtiramiz. O'tda maydalashtirib ildizigacha tushunmasak, bu narsani prosta miyada bu haqda informatsiyalar bo'lmasa, sizlar davom etasizlar, dangasalik qilish, erinchoqlik qilish, ishlarni keyinga qoldirib yurishni davom etasizlar. Shuning uchun men sizlarga bu narsani yaxshilab ko'rsatib beraman. Bitta gap bor. Dushmaninglarni aniq kimligini bilib olsanglar, uni yengish juda ham oson bo'ladi. Tushuntira oldingmi? Dushmaninglar. Ha? Ha, ya'ni biz hozir dushmanimiz kim? Dangasalik. Biz nima qilyapmiz? Har tomonlama o'rganib chiqyapmiz. Shunaqa. Oxirgi tomiri ildizigacha olib boramiz. Xo'p, hozir ildiz joyiga keldik. Juda ham muhim joyga keldik. Shuning uchun diqqat qilamiz. Xo'p, ishni qilish, o'sha ishni qilish dedik va yoki boshqa ishni qilish. Ya'ni tanlov bo'ladi dedik bizda. O'sha ishni qilish yoki boshqa ishni qilish. O'sha ishni qilishni biz xohlamaymiz. Sababi 5 ta narsa turgan paytda biz o'ylanamiz, qaysini qilay ekan? Shu paytda miyada tanlov bo'ladi boshqa ishni qilish haqida. Ya'ni o'ylashga majbur qiladigan ishlar doim qiyin tuyuladi. Haligi 5 ta sizlarga qiyindek tuyuladi-da, YouTube ga kirgili keladi. Chunki YouTube boshqa ish va u oson ish. Ha, o'ylab o'tirmaysizlar, YouTube ga kirishim kerak, hozir qaysidir kinoni ko'rishim kerak yoki nimadir qilishim kerak. To'g'rimi? Telegramga kirib yoki nimadir qilishim kerak, ana muhim ishim bor, qiyin ish haqida o'ylamaysizlar, to'g'rimi? Shuning uchun bu ish oson ishdek tuyuladi-da. Qanday qilib YouTube'ga, qanday qilib TikTok'ga yoki Instagramga yoki Telegramga qanday kirib ketganini ham bilmay qolasizlar. Miyaning ichida tanlov bo'lgan paytda ko'pincha insonni xayoli sezmay qoladi o'sha tanlovda. Anglay olmay qolasizlar. Tushuntira oldimmi? Ko'zingizni ochsangiz, qarasangiz Instagramda o'tiribsiz-da. YouTube'da o'tiribsiz. Kimda shunaqa? Sizda unaqa, kimda shunaqa deyapman. Kimda bo'lmaydi demayapman, kimda shunaqa. Ko'pchilikda bo'ladi. Tushundinglarmi? O'sha joyni tutish kerak. O'sha joyni hal qilamiz hozir. Telegram yoki Instagram kirasizlar.
Xo'p, bo'ldi. Eshitamiz. Qaranglar, hozir agar to'g'ri topshiriqni tuzishni o'rganadigan bo'lsak, aha, yopaman. Xo'p, agar to'g'ri topshiriqni tuzishni o'rganadigan bo'lsak, sizlarda nima holat kuzatiladi? Ya'ni miyaga mana bu darsni, miyaga mana bu kitob o'qishni oson ishdek tuyultira olsak, tushuntiradimi? Miyaga yana bir marta aytaman, kitob o'qishni, dars qilishni yoki qanaqadir shunga o'xshash muhim ishlarni oson ishdek tuyultira olsak miyaga, miya tanlov bo'lmaydi, miyaning ichida o'sha tanlovni yo'q qilib qo'yish kerak. Ha, miyada demoqchiman. Tak, miyada bitta ish turish kerak va u bitta ish oson ishdek tuyulishi kerak. Tushuntiradimi? Miyada bitta ish turish kerak va u ish oson ishdek tuyulsa miyada, miya o'sha ishni qilishga harakat qilishni boshlaydi. Tushuntiradimi? Buning uchun biz nimani o'rganamiz? Biz buning uchun qanday qilib to'g'ri harakat qilishni o'rganishimiz kerak. Ana endi sizlarga yana ham tushunarli bo'ldi. Eshitamiz. Noto'g'ri o'ylaymiz. Noto'g'ri o'ylaymiz yoki noto'g'ri vazifa qo'yamiz oldimizga. Tushuntiradimi? Sabina nima kulgili bo'lyapti? Xo'p, yana bir marta aytaman. Noto'g'ri ish, noto'g'ri harakat qilishimiz hisobiga bizning ishlarimiz qolib ketadi. To'g'rimi yo'qmi? Yana bir marta aytaman. Noto'g'ri o'ylaymiz, noto'g'ri vazifalar qo'yganimiz hisobiga, ya'ni noto'g'ri ish, noto'g'ri o'ylash va noto'g'ri vazifalar qo'yish degan noto'g'ri harakat degan, to'g'rimi? Noto'g'ri harakat qilganimiz hisobiga vazifalar qolib ketadi. Agar biz qanday qilib to'g'ri harakat qilishni o'rgana olsak, ishlarni doim vaqtida bitirishni o'rganamiz. Ya'ni sizlar bilan hozir nimani o'rganamiz ekan? Kim biladi to'g'ri harakat qilishni? Hech kim bilmaydi. Va hech kim bilmagan hisobiga bizda ishlar doim keyinga surilib qolib ketadi. Zo'r. Xo'p. Birinchi o'rinda to'g'ri harakat qilishimiz uchun to'g'ri topshiriq tuzishni o'rganishimiz kerak. Shahzoda, nima bo'lyapti? Ikkinchi partaga o'tib oling-da, o'tiring. Ikkinchi partaga o'tiring, qo'lingizni qimirlatmang. Hammani chalg'ityapsiz. O'ting, tezlashing. Xo'p. To'g'ri topshiriq tuzish uchun nima qilish kerak? Eshitamiz. To'g'ri harakat qilish uchun to'g'ri topshiriq tuzish kerak ekan. To'g'ri topshiriq tuzish uchun nima qilamiz? Ketdi. Hamma tayyor, a? Bo'ldi, xo'p, ketdi. Birinchi o'rinda nima qilish kerak savoliga javob bo'lsin. Ya'ni to'g'ri topshiriqlar tuzishni hozir men sizlarga tushuntiraman. Tak, deylik nima? Matematika, ona tili, xo'p. Adabiyot, xo'p. Qaranglar. O'tda, hozir turaversin. O'tda dangasa odam uchun hozir men shunaqa topshiriq tuzib beraman. Uni o'qigan har qanday dangasa odam shundan ko'rib bajarib keta oladigan ish bo'ladi. Lekin u nima bo'ladi? Dars bo'ladi. Qanday qilib shu darsni shu dangasa odam bajarib ketsa bo'ladi. Shu narsani hozir men sizlarga sirini ochaman. Tak, ketdi. Hop, deylik. Berib olingchi o'sha adabiyot kitobini berib olingchi. Tez olib keling. Tez. Rahmat. Nima bor ekan metamiz?
Xo'p, adabiyot kitobining 8-betdagi xo'p nima ekan? Go'ro'g'lining tug'ilishi. Yo'q, yozish shart emas. Eshitamizmi endi? Qaranglar, men sizlarga to'g'ri harakat qilishni, ya'ni ishni qanday qilib bitirishni o'rgataman. Nimadir ish bo'ladigan bo'lsa, qanday qilib o'sha ishni men bitirishni o'rgataman. Hamma eshitsin. Muhim joyga keldik. Qaranglar, adabiyot kitobining 8-betdagi Go'ro'g'lining tug'ilishi haqidagi mavzuni ikki qator o'qish. Xo'p, nima qilish kerak savoliga javob bo'lyapti. Nima qilish kerak? Adabiyot kitobini 8-betdagi Go'ro'g'lining tug'ilishi haqidagi mavzuni ikki qator o'qish. Xo'p, o'ylamasdan bajaradigan ish bo'lsin. O'qib, o'ylasa, ya'ni qaranglar, boya men aytdim sizlarga. Nima ish bo'lishidan qat'iy nazar, agar biz o'sha ishni qilishga, ya'ni bajarishga kelganda o'ylanib o'tiradigan bo'lsak, u ish qolib ketadi dedim. Bu yozgan topshirig'im, ya'ni o'ylanmasdan bajaradigan ishmi yo'qmi? Qarang, mana o'qiganingizdan keyin demoqchiman, siz harakatga tushasizmi yoki o'ylanib o'tirasizmi? Harakatga tushamiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni yozgan topshirig'ingiz harakatga tushiradigan topshiriq bo'lsin. Tushuntira oldimmi? Ya'ni topshiriq tuzish paytida birinchi o'ylovchi tizimingizni ishlating. Tushuntira oldimmi? Agar men bu o'ylovchi tizimingiz yaxshiroq ishlatsangiz, qoidalarga bundoq qarab chiqadigan bo'lsangiz, yaxshiroq topshiriq tuzasizda. Topshiriqni tuzish paytida o'ylovchi tizimingizni yaxshiroq ishlatsangiz, bajaruvchi tizimingiz joyida ishlaydi. Tushuntira oldimmi? Men bunga ish qoldirmaslik kerak. Bunga ishni faqatgina bajarish uchun yozib berish kerak topshiriqda. Bu o'zini ishini qilish kerak. Bu o'zini ishini qilish kerak. Tushuntira oldimmi? Kim uyqusi kelsa turib olsin. Yana bir marta aytaman. Bu o'zini ishini qilish kerak. Mana bu o'zini ishini qilish kerak. Bu o'zini ishini qanday qilyapti? Bu o'zini ishini ya'ni o'ylayapti. Topshiriq tuzishdan oldin biz o'ylaymiz, to'g'rimi? Yana bir marta aytaman. Topshiriq tuzishdan oldin biz o'ylaymiz. To'g'rimi? Lekin bizning hayotimizda shunaqa teskari holat kelgansizlar sizlar. Ya'ni sizlar bajarish paytida o'ylab o'tirasizlar. Bajarish kerak, lekin o'ylab o'tirasizlar. Biz esa avval bajarishdan oldin biz avval yaxshilab o'ylab olishimiz kerak. Bajarishga kelganda bajarib tashlashimiz kerak, o'ylab o'tirmasligimiz kerak. Mana masalan degan joyga mana shu. Ya'ni men buni o'ylab olaman, birinchi nima ish qilishim kerakligini o'ylab olaman, yaxshilab o'ylab olaman. O'qigandan keyin shuni bajarib keta olaman buni. Tushuntira oldimmi? O'ylovchi tizimni birinchi ishlatamizda, bajaruvchi tizimni keyin ishlatamiz. Tushuntira oldimmi? Topshiriqni to'g'ri tuzadigan bo'lsak, bajaruvchi tizim shuni o'zidan o'zi ishlab ketadi. Xo'p. O'ylamasdan bajaradigan ish bo'ldimi? Xo'p, keyingisi. Kam harakat va kam ishdek tuyulsin. Agar kam harakat va kam ishdek tuyulsa, topshiriqni bajarish shunaqa osonroq bo'ladi.
Tushundingmi? 3-siga to'g'ri keldimi? Ha. Kam qarang. Xo'p, birinchi qadamdan iborat bo'lsin. Endi bu narsani ildiz-ildizigacha joy-joyiga to'g'rilab beraman. Sal murakkabroq joyi, lekin diqqat qilsanglar, juda ham zo'r o'zingizlarning holatinglarni tushunib olasizlar. Qaranglar. Mana turibdi, deylik o'sha yerda turibdi. Men keldim, o'tirdim. Qani nima vazifam bor ekan deb ochdim. Ya'ni anaqani bloknotimni ochdimda topshiriq turibdi. Adabiyot kitobining 8-betdagi Go'ro'g'li mavzusini 2 qator o'qish degan bitta topshirig'im turibdi. Agar men shunga dangasalik qiladigan bo'lsam, 2 qator o'qishga ham dangasalik qiladigan bo'lsam, men xayolimga bitta narsani tutaman. O'rnimdan turishni o'ylayman. Tushuntira oldimmi? Hozir tushuntiraman. Turmasangiz o'qiysizmi? Tushunyapsizmi? Turishni o'ylashingiz kerak. Keyin yurishni o'ylashingiz kerak. Keyin kitobni ochish keyin bo'ladigan ishda, tushunyapsizlar? 2 qatorda o'qish, mavzusini o'qish u keyin bo'ladigan ish. Tushundingmi? Avval turishni o'ylash kerak, keyin yurishni o'ylash kerak. Demoqchi bo'lganim, nimadir ishga bajarishga harakat qilyapsizlar, lekin sizlar o'sha ishni qilishga erinyapsizmi, dangasalik qilyapsizmi? Demak, sizlar ko'p narsani o'ylab olyapsizlar. Birinchi qiladigan ishlarni, birinchi qiladigan qadaminglarni, bosadigan qadaminglarni o'shani o'ylash kerak. Mana menda buni holat bo'ladimi? Ertalab tursam dangasaligim bo'ladi, tushunyapsizmi? Men sizlarda kun davomida bo'lsa, menda ertalabdan bo'ladi. Mana ko'zimni ochdimmi? Haligi telefonga tortadi, telefon o'ynagim keladi. Yoki turgim kelmaydi, issiqda. Yotishda hammada issiq bor. Turish kerak. Tursam sovuq. Eng qizig'i nima? Turgandan keyin men yugurishga chiqib ketaman. Badan tarbiya qilaman. Sovuqda kiyinish kerak, oyoq kiyim kiyish kerak, ko'chaga chiqib turib itdek terlab mushuk urish kerak. Ursam qo'llarim og'riydi, anjumani qilish kerak. Tushunyapsizlar-a? Shunaqa ko'p ish bor. Lekin men qanday qilib hammasini bitirishni yo'lini bilaman. Tushuntira oldimmi? Turmasam birontasini qilmayman. To'g'rimi? Agar o'rnimdan turmasam, na badan tarbiya bo'ladi, na mushuk uraman, na yuguraman, to'g'rimi? Tanamni qizita olaman. Xayolimda bitta ish tutaman. Shu ustimda turgan ko'rpani olishni o'ylayman. Tushuntiryapsizmi? Yoki turishni, o'zimni o'rnimdan turishni o'ylayman. Agar shuni eplay olsam, qolganini ham eplab ketaman. Chunki menda hammasi avtomatizmga yetib bo'lgan. Tushuntiryapsizmi? Bizda har qanday ish o'zi ketma-ketligini bilamiz, qilib ketaveramiz. Asosiy masala boshlashda. Boshlash qiyin, to'g'rimi yo'qmi? To'g'ri gapiryapman. Ya'ni boshlash qiyin, lekin boshlab olsak kirishib ketamiz. Shu boshlash uchun nima qilish kerak? Shu boshlash uchun turishni o'ylash kerak. Ya'ni birinchi qadamni bosish kerak. Yo'q, maqsadim 10 qadam bosish bo'lsa, men nimani o'ylashim kerak? Birinchi qadamni bosishni o'ylashim kerak. Chunki birinchi qadam bosmasam, men 10 qadamni qanday yetib boraman 10-qadamga? Birinchi qadamni bitirib Ha, birinchi qadamni bosishim kerak-da, tushunyapsizlar-a? Birinchi qadam bosishim kerak. 3-qadamga sakrashim uchun ham birinchi qadamning ustidan o'tiladi. To'g'rimi? Qoida shunaqaki, ketma-ketlik bo'lishi kerak harakatingizda. Ya'ni qaysini bossangiz, qaysi harakatni qilsangiz, qolgani ham qilinib ketadi. O'sha birinchi qadamdan iborat bo'lsin qiladigan ishingiz. Bu yoqqa yozib o'tirmadim, buni shunchaki tushuntirib ketdim. Agar shu darajada siz dangasalik bo'ladigan bo'lsangiz, hayolingizni mana shunaqa turib nastroyga qo'ying, ya'ni to'g'ri o'ylash. Tushuntiraman? Keyin adabiyot kitobining 8-betdagi Go'ro'g'li tug'ilish haqidagi mana buni o'qish. Keyin bu narsani amalga oshira olasiz. Tushuntiraman? Agar mana shu bo'lsa, o'rnimdan turaman. Adabiyot kitobini qo'limga ushlayman. Bo'ldi. Ha, ushlaymanda keyin ma'mini davomida yozsanglar bo'ladi. Tushuntiraman? Mana shunaqa boshini mayda qilish kerak. O'rtasini emas, oxirini emas, boshini maydalashtirib olsanglar, qilish oson bo'ladi. Tushunarlimi? Dangasalik kelmasdan shuni boshiga bolta bilan urib chop tashlanglar bo'ladi.
Shuni dangasalik shu uyg'onmasdan oldin mana shuni chopishi eng zo'r yo'li shu. Tushuntiryapman? Ha, bo'ldi. Boshini olib tashlaysizlar, bo'ldi. Dangasalik qaytib kelmaydi. Tug'ildi, o'ldi deydi. Ana tug'ilmasdan oldin shu o'ldirish kerak. Tushuntiryapman? Nega dangasalik tuyuladi? Dangasalik keladi chunki ish ko'pdek tuyuladi bizda. Nega dangasalik bo'ladi desanglar, ish ko'pdek tuyuladi. Haligi ish qiyindek tuyuladi. Tushuntiryapmanmi? Haligi ish yoqmaydi. Ko'p qiyin tuyulgan ish yoqadimi bizga? Yoqmaydi. Keyin mana shu dangasalik erinchoqlik keladi. Keyin sizlarni fikringlarda qila olmayman degan o'ylash boshlanadi. Tushuntiryapman? Keyin menga ko'p ishga, qiyin ishga vaqt yo'q degan bahona ham kelib chiqadi. Keyin bo'ladi, xohish o'zidan o'zi yo'qolib ketadi. Tushuntiryapmanmi? Mana shu joylarni to'g'ri qiladigan bo'lsa, haligi joylarning birontasi to'g'ri kelmaydi. Tushuntiryapmanmi? Birontasi kelmaydi. Oldingizga kelib lopma-lop tura olmaydi. Agar oldingizga turgan mana shu holatlar bo'ladigan bo'lsa, siz uni yenga olmaysiz. Qiyin yengish. Hamma narsalarni yengish o'ta qiyin. Yengmaslikning eng zo'r yo'li bu narsalarni kelmasligini oldini olib qo'yish. Tushundingizmi? Yana bir marta aytaman. Bu narsalarni kelmasligini oldini olib qo'yadigan bo'lsangiz, oldini olish kerak. Qiyin tuyulmaslik kerak ish. Ish ko'p tuyulmaslik kerak. Qiyin degani ko'p degani. Tushuntiryapmanmi? Ko'p ish qiyin tuyuladi ko'pincha. Tushuntiryapmanmi? Sizga qiyin tuyulayotgan ish u ko'p bo'ladi. Ko'pdek tuyuladi. Tushuntiryapmanmi? O'sha ko'p ishlar sizga qiyindek tuyulib ketadi. Tushuntiryapmanmi? Va o'sha ishlar keyin sizga yoqmaydi. Sizga yoqadigan ishlar bu kam ishlar va oson ishlar. Tushuntiryapmanmi? Ya'ni ko'pni ma'nosi nima? Anaqa sinonimi nima? Tak sinonimi debman. Nima deydi? Hozir. Ya'ni ko'p kam, achchiq sovuq, achchiq shirin, to'g'rimi? Masalan, issiq sovuq bo'ladi, to'g'rimi? Qarama-qarshi so'zlari zo'r. Qiyin va oson. Qiyin va oson, to'g'rimi? Ko'p va kam. Kam bor, ko'p bor, to'g'rimi? Qiyin bor, oson bor. Agar ish oson tuyulsa, biz qilamiz. Agar ish kam tuyulsa, tushuntiryapmanmi? Biz u ishlarni qilamiz. Ko'p tuyuladi, qila olmaymiz, qiyin tuyuladi, qila olmaymiz. Tushundikmi? Hamma tushundimi? Uxlab qolyapsizmi? Xo'p. Video tashib beriladi, xudo xolasa. Ko'rib olasizlar. Xo'p, keyingisi birinchi qadamdan iborat bo'lsin. Tushunarlimi bu? Keyingisi ish uchun hamma narsa tayyor bo'lsin. Kitobingiz tayyor bo'lmasa, ish qolib ketadi. Adabiyot kitobim, ani o'rtog'imda-yu, bo'ldi, tamom. Ha, ya'ni bahonangiz doim tayyor bo'ladi, hamma narsa tayyor bo'lmasa. Endi siz shu narsaga tayyor bo'lishingiz kerakki, ya'ni o'zingizga shu narsani o'rgatishingiz kerakki, qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar, yana bir marta aytaman, qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar, shu sharoitdan kelib chiqib turib ishlarni qilishga o'rganishingiz kerak. Agar men pulim yo'q bo'lsa, agar men vaqtim yo'q bo'lsa, umrimning oxirigacha pulim yo'q, vaqtim yo'q deb turib bahona qilib yuraveradigan bo'lsam, men qachon o'sib, qachon rivojlanaman? Tushundira oldimmi? Ya'ni iloji boricha bahona bilan kurashishni o'rganinglar. Ya'ni bahona bilan kurashishni o'rganish uchun nima qilibdi vaqtim yo'q bo'lsa, agar tushib ketishim bo'lsa qanday? Tushunyapsanmi? Ya'ni qayerdandir vaqt qayergadir baribir ketadi-da. O'sha befoyda ketayotgan joyni aniqlab, o'shani o'rnini o'sha qilishim kerak bo'lgan ish bilan to'ldirishim kerak. Tushuntira oldim? Keyin o'sha, ya'ni vaqt yo'q, pul yo'q degan bahona sizni miyangizda turibdimi? Siz shuni o'yladingizmi? Bo'ldi. Shu o'ylagan fikringiz bo'yicha ketaverasiz. Ya'ni vaqt yo'qligi va pul yo'qligi bu sizning miyangizdan kelyapti. Buni sizga hech kim aytgani yo'q. Hech kim sizga singdirgani yo'q. Buni o'zingiz o'ylayapsiz. O'zingiz bahona sifatida olyapsiz. Bahonalar harakatlarni to'xtatadi. Bahonalar harakat qilishga yo'l qo'ymaydi. Xo'p, vaqtim yo'q bo'lsa, men qilishim kerak-ku desam, mana shu narsani o'ylaganingizdan keyin siz harakatga tushasiz. Tushuntira oldimmi? Ya'ni
harakatingizga to'siq bo'ladigan bahonani o'ylash o'rniga bu ishni qanday qilib qilsam bo'ladi deb o'ylash sizga ko'proq foyda olib keladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni ishni qanday qilib bitirishni, ishni qanday qilib boshlashni, shu narsani o'ylash kerak. Bu narsalar sizlarga keyinchalik foyda olib keladi. Keyingisi, ish uchun hamma narsa tayyor bo'lsin, tushunarli va eng asosiysi faqatgina bitta vazifa bo'lsin. Oxirgi va jiddiy tushunishingiz kerak bo'lgan joyi faqatgina bitta ish tursin. Tushuntira olmayman, faqatgina bitta ish, bitta vazifa bo'lsin. Bu nima degani? 5 ta narsa tursa qilasizmi? Qilmaysiz. Bitta narsa tursa-chi, qilish oson bo'ladi. Siz qilasiz. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir degan gap bor. Har kuni aytaman. Qaranglar, yana bir marta aytaman. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir. Bitta ish bitirib, bitta ish qilib, tugatgandan keyin yana bitta ish qilib, yana tugatib, yana bitta ish qilib, yana bitta bitirib, yana bitta ish qilib, yana bitta bitiradigan bo'lsangiz, 5 tasi tugaydi. Qaranglar mana. Mendagi doimiy ichki qarshilik. 15 kun yuguraman. Hovli bor. 15 kun yuguraman har kuni. Men turaman. Yugurishim kerak. Lekin yugurishda menda erinchoqlik, dangasalik bo'ladi. Tutilib turadi. Chunki menda bu narsalar nimaga kurashaman, haligacha kurashaman. Yoshligimdan bor-da u, tushunyapsan? Yoshligimdan dangasa bo'lib kelganman, erinchoq bo'lib kelganman. Endi ular bilan kurashmasam u natijalar uxlaydi, maqsadlar uxlaydi, orzular uxlaydi. Tushunyapsan? Ko'p narsaga erisha olmayman. Umidlar, o'zimga ishonchim ham pasayib ketadi agar maqsadimga, natijamga harakat qilmaydigan bo'lsam. Doim o'zimga ishonchim past bo'ladi, bu menga yoqmaydi. Kimga yoqadi o'ziga nisbatan ishonchi past bo'lishi, to'g'rimi? Lekin men qilgan harakatim menga natija olib kelsa, o'sha natijalar menga ishonchimni oshirib beradi. Shuning uchun men harakat qilishim kerakligini doim bilib turaman. Endi qanday qilib harakat qilishni men o'rganib olganman. Nima qilaman? 15 kun yugurishim kerak. Bu sog'ligim uchun. Bu men bitta sizlarga tikka turib dars o'taman. Masalan, 4 soat, ba'zi holatda 5 soatlab tikka turaman, tinmay gapaman. Buning uchun menga energiya yetish kerak. Buning uchun men belim og'rimasligi kerak, oyog'im og'rimasligi kerak. Shuning uchun men doim fiziki shug'ullanishim kerak. Ertalab turib, badan tarbiya doim bo'lish kerak. Jismonan men ozgina kuchliroq bo'lishim kerak. Endi ertalab turaman, shu badan tarbiya qilaman, qiziyman, oyoqlarimni qizdiraman, qo'llarimni qizdiraman, endi yugurish kerak. Voy, yugurish kerak. Nima qilaman? Qaranglar. Faqatgina bitta vazifa bo'lsin degani 15 kun yugurishim kerak bo'ladigan bo'lsa, men xayolimga bir kun yuguraman bo'ldi deyman. Ha. Bitta yugurib keldimmi? Yana yugurging kelmayapti seni degan fikr keladigan bo'lsa, o'sha fikr olib tashlamasam, o'sha fikrda shuni surib boshqa fikr miyamga tiqib, o'sha fikrda olib tashlamasam, u yana kelaveradi. Shuning uchun boshqa fikr tiqishga harakat qilaman. Shu bitta yuguraman bo'ldi, shu oxirgisi deyman. Shu ikkinchi kurik tugaydi. Yana kelsa to'xta, mana shu oxirgisi bitta. Doim bitta vazifa bo'ladi. Tushuntira olmayman? Men harakat qilmoqchi bo'lsam, doim bitta vazifa turadi bo'ldi. Agar 3 ta 4 ta bo'lsa, ha bo'ldi, 5 ta yuguraman, shu oxirgisi, 5-inchisi oxirgisi bo'ladi. Birinchi boshlashimdan agar mana shu narsani tutsam miyamda. Men 5 ta tugul 2 kun yuguraman, bo'ldi, 3 kun qolib ketadi. Meni maqsadim lekin har kuni 15 kun yugurish. Bu narsani men odatga chiqarishim kerak. Polniston odat bo'lishi kerak. Tushuntira olmayman? Chunki bir oydan keyin u 30 kunga chiqish kerak. Tushuntira olmayman? Shuning uchun men 15 kunlikni yugurib olishim kerak. Sog' bo'ling. Har yurganimda 3-kunlik kelganda bo'ldi, mana shu bitta oxirgisi. 3-kunlikdan keyin haligi oxirgi yugurishim deyilmaydi-da, o'sha yog'iga men o'sha davom etib ketaman. Tushuntira olmayman? O'sha o'ylamay qo'yaman. Keyin faqat yugurishni o'ylayman. Tushuntira olmayman? Lekin faqatgina yugurishni o'ylash holatimgacha men 3 kunlikda zo'rg'a o'zimni to'g'ri nastroyga qo'yib olishim kerak yugurish haqida. Ya'ni bitta mana shu oxirgisi. Shu oxirgisi. Men kitob o'qiganimda ham shunaqa bo'ladi. Ochaman. Ekvaroq tugatishim kerak bo'ladigan bo'lsa, bitta qator o'qiyman bo'ldi. Shuni o'qidim, bitta qator o'qiyman bo'ldi. Shuni nuqta tugagandan keyin to'xtab, oxirgi bitta qator bo'ldi. Ekvaroq tugab qoladi.
Ha. Ozgina u mavhum tushunchada, qarang. Ozgina u mavhum tushuncha. Yarim ketib qolibdi, ozgina Ha. qolibdi. Yarim strochka qolibdi deb ochiladi. Keyin lekin keyingi mavzu ham qiziq bo'ladi. Kim mana shuni yo'q? Ha, tushunyapsizlar-a? Boshilarga shunaqa fikr kelib tiqilib oladi, qilma degan fikr tug'ilib oladi. Tushuntiribmi? O'zini shuni paydo bo'ladi. Qilma bo'ldi, to'xtat. Ha, tushunyapsizmi? O'sha fikrni siz qanday qilib surib tashlashni o'rganmasangiz, boshingizdan shunday surib tashlashni o'rganmasangiz, u sizni harakatlaringiz doim to'siq bo'ladi harakatlaringiz. Buni yo'li, yana bir marta aytaman. Qilishim kerak bo'lgan ishni men oson deb o'ylashim kerak. Ya'ni boshqa bitta fikr tiqishim kerak miyamga. Shu oxirgi qator, shu bitta qator bo'ldi. Shu bitta qator o'qiyman bo'ldi, tugaydi. Tamom. Tushuntiribmi? Faqatgina bitta vazifa bo'lsa bo'ldi, tamom. Siz dangasaligida shuni yirtib tashladingiz, bo'ldi, ya'ni yorib tashladingiz xullas. Tushunyapsizmi? Bitta vazifani o'ziga ko'rsatish bu odatni shakllantirishga yordam berarkan deysan. Tushuntiribmi? Keyingi harakatlaringiz sizga odat olib keladi. Ketma-ketlik. Kichkina ko'rsatish kerak emas, fani ko'rsatish kerak emas. Nega kichkina ko'rsatish kerak ekan? Chunki ko'p ko'rsatsak, ko'pdek tuyulgan hisobga qolib ketyapti-da, qaranglar. Ishinglar ko'p tuyulgani hisobga qolib ketyapti. Agar kam tuyulsa-chi? Qilish oson bo'ladimi? Nimaga qiyindek tuyuladi? Chunki u ko'p bo'ladi dedik, to'g'rimi? Agar kamdek tuyulsa-chi? U oson bo'ladi. Oson ishni qilish osonmi? Bajarasizlarmi oson ish? Bo'ldi, tamom. Ha. Yoqmaydi. Nimaga yoqmaydi? Chunki u ko'pdek tuyuladi, qiyindek tuyuladi. Agar osondek tuyulsa, agar kamdek tuyulsa yoqadimi? Ha, qilinadimi keyin? Ha, qilinadi. Tushunyapsizlar? Dangasalik keladimi keyin? Kelmaydi, qaranglar. Oson ish bo'lsa, kamdek tuyulsa, ish yoqsa, dangasalik tug'iladimi? Ha, erinchoqlik tuyuladimi? O'rniga nima bo'ladi? Ha, shijoat oshadi. Va, bosyapsizlar, qarasanglar, va deyapsizlar. Qarasanglar 5 qator o'qib qo'ydinglar. Qarasanglar bir bet tugadi. Qarasanglar bir varaq ham tugadi. Tushunyapsizlarmi? Haligi natijalar sizlarni yana ham shijoatinglarni oshirib beradi. Chunki miyada shunaqa funksiya bor. Miyada dangasalik dengiz miya uchun foydali. Tushuntiryapsizmi? Yana bir marta aytaman. Eshitamiz, qizlar. Dangasalikni yengish miya uchun foydali. Tushuntiryapsizmi? Miya uchun foydali mashq bu. Tushuntiryapsizmi? Foydali vazifa. Bu miyani dangasalik yengish bu miya uchun foydali. Endi dangasalik qachon qilish kerak? Dangasalik mana ish qilib oldingiz, charchadingiz. Bo'ldi, o'sha paytda sizga ruxsat dangasalik qilishga. Charchadingizmi? Bo'ldi, charchagan odam dam olish kerak. Mana yakshanba kuni. Bo'ldi, hamma ishlarni qilib oldingiz. Bo'ldi, yakshanba kuni dam oling. Toqqa chiqing, dangasalik qiling, telefon qiling, kino ko'ring, tushunyapsizmi? Bu energiyangizni bir hafta davomida ketqizdingiz-ku. To'g'rimi? Ishlab. Haligi energiyangizni dangasalik qilib qayta tiklab olasiz. Energiya bu resurs. Ishlatilgandan keyin uni qayta tiklash kerak. Shuning uchun men 25 minut ishlagandan keyin 5 minut dam ol deyman. Tushuntiribman? Shu dam olib olib, energiyani yana qayta tiklaysizlarda, dam olganinglar hisobiga, bo'ldi, yana turib bosasizlar. Tushuntirdimmi? Xo'p, qila olmayman deb o'ylash. Qila olmayman deb o'ylaysiz, qiyin tuyulgan hisobiga, ko'p tuyulgan hisobiga, yoqmagan hisobiga. Dangasalik kelgan hisobiga siz qiyindek tuyuladi. Yana bitta bahona, bu bitta bahona. Qiyin tuyuladi deb o'ylash, qila olmayman deb o'ylash yoki bu bitta tuyuladigan xolos. Ya'ni bitta tuyuladi xolos. Shunaqa tuyulyapti. Tuyulyapti degani qila olmayman degani emas. Qanday qilib qilishni o'rgangan bo'lsangiz, oson qilib ketasiz. Vaqt yo'q. Bu ham bitta bahona. Qiyin, ko'p, yoqmaydi, dangasalik bo'lgandan keyin qila olmayman deb o'ylaganingizdan keyin vaqtim yo'q degan bahonaga o'tib olasiz. Ko'ryapsizmi? Bahona qayerda kelyapti? Nechinchida kelyapti bahona? Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-sida kelyapti-da bu. Tushunyapsanmi? Ya'ni vaqt yo'q degan bahona 7-sida kelyapti. Agar mana shu boshini to'g'ri qilib kelsanglar, mana bu narsalar kelmaydi. Xohish yo'q. Xohish oxirida yo'qoladigan narsa. Shuncha narsani o'ylagan odam qanday xohish bo'ladi?
tushunyapsizlar? Shuncha narsani o'ylab tashlagangizdan keyin qanday xohish bo'ladi? Qiyin tuyulgan narsaga xohish bo'ladimi? Ko'p vaqt oladigan narsaga xohish bo'ladimi? Yoqmagan ishga xohish bo'ladimi? Yoqmagan ishga yo'q. Dangasalikka xohish bo'ladimi? Dangasalikka tushunyapsizlar? Qila olmayman degan ishingizga tak vaqt yo'q degan narsaga qayerda? Vaqtim yo'q bo'lgan narsaga qanday mendan xohish bo'ladi? Tushundira u keyin keladigan narsa. Boshini to'g'ri qilsangiz, qolgani просто kelmaydi. Tushunarlimi? Aziz o'quvchilar. Hozir tushuntiraman. Bu prem yana bir marta aytaman, xudo xolasa agar to'g'ri bajaradigan bo'lsanglar, prem hayotingiz shunaqa o'zgarib ketadi. Samaradorlik shunaqa ortadi. Mana maktab bo'lsa, maktabni yorib chiqib ketasizlar, ish bo'lsa, ish qiladigan mana shu kursinglar bormi? Qayerga borsanglar doim foyda olishni o'rganasizlar. Nimaga foyda olishni o'rganasizlar deyapman? Chunki men sizlarga to'g'ri harakat qilishni o'rgatyapman. To'g'ri harakat qilgan odam doim yutug'ida bo'ladi. Doim foydada bo'ladi. Tushuntirolmi? Agar to'g'ri harakat qilishni o'rganmasangiz, siz doim befoyda vaqtingizni sarflab yuraverasiz. Tushundingizmi? Maktabga kelasiz, befoydadan kelyapsiz. Befoyda vaqtingizni o'tkazib yuboryapsiz. Sababi siz noto'g'ri harakat qilishni shu ichida yuribsiz-da, noto'g'ri harakat qilib yuribsiz. Tushuntirolmi? To'g'ri harakat qilishni o'rgansangiz, yana bir marta aytaman, ancha samaradorlik ortadi. Ancha foydada yurasiz. Tushuntirolmi? Qarang, to'g'ri harakat qilmaydigan odam degani bu dangasa odam degani. U dangasa odam dangasalikda qanday qilib yengishni bilmayapti-da. Tushunyapsizmi? U bilsa bo'ldi, boshlanadi.